erkakka pul bermang, qarz ham. Chunki bu uni motivatsiyasini sindiradi, bu uni erkak sifatida sindiradi va o'sha pul sizga qaytib ham kelmaydi katta ehtimollik bilan. Agar bu hol davomiy bo'ladigan bo'lsa. Ancha yillar oldin meni moliyaviy tarafdan ishlarim yaxshi emas edi va o'sha qiynalayotgan paytim ayolim ziragi qanaqadir tillalarini sotdi-da, uni pulini meni qo'limga olib kelib berdi. Lekin bir kun ham oradan o'tmasdan meni bir yaqin do'stim qo'ng'iroq qildi, juda qiyin ahvoldaligini aytdi. Bir paytlari o'sha do'stim menga juda katta yaxshilik qilganligi uchun o'sha pulni uni qo'liga olib chiqib berdim. Shu bo'ldi o'sha pul ham yo'q va ziraklar tillalar ham yo'q va xullas tabiatni o'zi bu xatoni to'g'irlash uchun meni qo'limdan ayolimni pulini olib qo'ydi o'sha payt. Ya'ni o'zing harakat qilishing kerak-ku degan ma'noda. To'rtmuchalim esa sog'. Nega bunaqa bo'ladi? Tabiatan shunaqa gap bor, ayolning puli erkak uchun la'natlangan. Qarang. Bu juda ham qo'pol gap, lekin mana agarda erkak kishi juda qiyin ahvolda qolsa, может быть uni tam qamalish arafasida yoki haqiqatdan ham qo'liga tam kishan taqib yoki o'lim to'shagida, bu mustasno holatlar. Bunaqa payti tabiiyki qarab tura olmaysiz. U sizning juftingiz. Lekin u o'zini o'zi ko'tarishi kerak bo'lgan oddiy mana moliyaviy tarafdan ishi, krediti, qarzi va shunga o'xshash narsalarda siz unga yordam beradigan bo'lsangiz, u biladi, что bemalol joyi bor. Ya'ni siz unga MIP majburiy ijro byurosi emassizki, ertaga tish qayrab kelsangiz. Siz sudya emassiz, siz qanaqadir uni hattoki do'sti emassiz, ertaga qarzini so'rab oladigan. Kredit o'sha bank emassiz. U biladi, что ayoli baribir chidaydi, ayoli baribir ko'z yumadi, chunki bizda ayollar bu borada juda jasoratli, mardlik qiladi. Endi juftim, bolalarimning otasi, nima ham derdim, mayli deb har safar shu xatoni qiladi, erkak esa buni qaytarib bermaydi va u miyasida va qalbida shunaqa bo'ladiki, qiyin vaziyat bo'lgan payti u ko'chaga chiqib tam jang qilishi, uni majoziy ma'noda jang qilishi, qanaqadir bir o'ljalarni olib kelishga harakat qilishi, tirishishi, stressga tushishi, qiynalishi shart emas. Nari borsa o'sha ayolini oldiga boradida, otangdan so'rab tur yoki oyligingga berib tur, yig'ib qo'yganing bor edi-yu, tillangni berib tur va bu uning uchun mas'uliyat emas. Ayoldan pul olish, mas'uliyat bo'lmagan joydan pul olsa erkak, uni motivatsiyasi o'la boshlaydi, u sina boshlaydi, uni kuchli taraflarini o'zini bilmay boshlaydi va bu borib o'sha rollar almashib qolishga ham olib keladi. Ayolga u hech qachon demay, bir ikki qaytarib berishi mumkin, oxir oqibatda kattaroq summa olib qaytarib bermaydi. Ba'zi birlarning erlari esa vobshe qaytarib bermaydi. Qancha olgan bo'lsa, shunchani ham qaytarib bermaydi. Chunki boya aytganimdek, bu narsaga u yengil-yelpi qaraydi. Shu nuqtai nazardan u mas'uliyat bilan bu ishga qaramaydi-da, borib o'sha bemalol tarafi bo'lgan erkak ayoli unga har doim yordam bergani uchun sekin-sekin motivatsiyasi o'lib, sinib boradi. Afsuski, bu nima deydi, men o'ylab topgan narsam emas, bu men hayotimda ham bo'lgan, tajribamda ko'rganim, kitoblardagi va tabiatni qonuni. Tushunyapsizmi? Dalshi. Odatda bu pulni beradigan ayol yoki unga yordam beradigan otasidan qarz olib yoki bo'lmasa mana ziragimni soting, mana o'sha paytda ayolim ham mendan 10 yosh kichkina edi va u meni mehrimni sotib olish uchun, balki o'sha sevgini sotib olish uchun, balki meni qadrlab qo'yar degan ma'noda ziragini sotib bergan. Bu degani men o'zimni sevimli narsamdan kechaman, sizni qutqarish uchun degan. Xuddi shunaqa, agarda o'ylasangiz erkak bundan keyin sizni qadrlab, "Молодец, qiyin vaziyatimda meni yonimda turdi, haqiqiy juft ekan, haqiqiy mard ekan" deb qaraydi deb o'ylasangiz, chuchvarani xom sanabsiz. Yo'q, u bundan battar sizni qadrsizlantirishi mumkin, lekin boshida ko'tarib qadrlab yurmaydi. Pul ham osmonlarga uchib ketadi va o'sha pulga ham u ajinik spet, qimor, qanaqadir ichkilik, do'stlariga, boshqa huzuriga ketkizib yuboradi. O'sha pul ham ketadi, qadringiz ham ketadi. U sizni shundan keyin qadrlab boshida ko'tarib yuradi deb o'ylamang. Nega? Tabiatan ilohiyot tarafdan, chunki siz bu narsani aslida
ikkilamchi manfaat bo'lgani uchun berayotganingiz uchun, ya'ni uni tagida baribir rahmat eshitish, balki ko'chaga o'sha ifloslar, suyg'oqlarni keyin tashlab mani oldimga, mani yagona qilib boshida ko'tarib yurar, balki mani sevar, balki shundan keyin mani qadrlar degan qanaqadir shu va shunga o'xshash ma'no yotadi, maqsad yotadi, ishoning. Bu degani inson o'zini qadrini bilmasligi, o'zini ikkinchi planga qo'yishi va prosta borimcha mani qabul qilishlari kerak va borimcha sevishlari kerak deb o'ylamayotgani uchun va o'zini nima desa bo'ladi, yetarli darajada sevmagan va qadrlamagan ayolni qiladigan ishi. Buni negizida. Ana shuning uchun ham tabiatan, qalban u qarshingizdagi inson o'zingizni qadrlashingiz uchun, burningizni yerga ishqash uchun sizga o'sha baribir qadrlamaydi, pulingizni ham qaytarib bermaydi va oxir oqibatda u ham qaysidir ma'noda ishlari orqaga ketadi, sizning ham motivatsiyangiz, o'sha erga ishonchingiz ham o'ladi. Afsuski bu hayot va tabiat qonuni. Shuning uchun mehrni sotib olishga harakat qilmang va erkakka pul berishga va uni qutqarishga, botqoqdan jarlikka olib chiqishga harakat qilmang. Erkakni kuchi uni tabiatan ayol uchun nimagadir erishishida, ayolni sevgani uchun o'sha ayolga tashqarida urushib, boshqa qilib, sovutlar kiyib, harakat qilib, unga nimalarnidir barpo etishida, o'lja olib kelishida mana erkakni kuchi va uni tabiati. Siz uni, bu o'ljalarni siz unga nima deydi, namoyon qiladigan, tayyor qiladigan bo'lsangiz, bu tabiat qonuniga qarshi va tabiat sizlarni afsuski jazolaydi. Unutmang, Toj Mahal o'sha Mumtoz begim uchun erkaklar tarafdan qurilgan. Hattoki mishmishlarga ko'ra Eyfeliya bashnya ham o'sha Parijdagi, Mona Lisa ham o'sha qaysidir sevimli ayol uchun chizilgan. Ya'ni tabiatan muhabbat bilan erkaklar mana shu butun dunyoni barpo etishgan ayollar uchun. Agar teskarisi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ayol yordam beradigan bo'lsa, bu o'sha erkakda ayol uchun qilishga tam hech qanaqa motivatsiya, energiya ham bo'lmaydi va rollar almashishni boshlaydi. Dalshi. Erkak kishiga o'zi stress, mana qiyin vaziyat bo'ladi-ku, puldan qiynalib turadi, kreditlar, eshikni taqillatib kelishadi, qarzingni qachon berasan? Juda kuchli biznesmenlar, juda kuchli mana qarzga botgan yoki qiyin ahvolda qolgan insonlar bor. Keyin millioner bo'lib ketgan. O'shalar 3 million dollar, tam 1 million dollar qarzlari bor payti shunaqa bir biznesmenni bilaman. O adashmasam tojik Davlat Nazarov degan inson 3 million dollar qarzi bo'lgan, onasini oldiga borgan. Oyijon, meni qarzim, o'zini bir narsa qilishgacha borgan. Oyisi aytgan, Xudoga rahmat deyishing kerak ekan degan. Nimaga? To'yib ketdim qarzlarimdan, qiyinchilikdan desa, demak senga Xudo mana shu stressli situatsiyani beryaptimi? Og'riqli, qiyin. Bundan chiqishga ham vyhid ham beradi. Yechimi o'zingni qo'lingda, harakat qilsang va ana shundan keyin senga katta boylik keladi deb aytgan. Va xuddi shunaqa bo'lgan. O'sha stressli situatsiyadan o'zi harakat qilib, tanish, bilish, kredit, boshqa tochkalarni ochib harakat qilganidan keyin hozir Forbesga kirganmi bilmadim, lekin o'sha SNGda millionerlar qatorida turadi. O'sha Davlat Nazarov degan tojik erkak. YouTube'da videolari ham bor. U juda ko'p erkaklarni mana shu agar qiyinchilik paytida, stress bo'lganida, uni ichida uni talantlari chiqishni boshlaydi, miyasini bir burchagidagi g'oyalar chiqishni boshlaydi va u harakat qilishni boshlaydi. Tushunyapsizmi? Buni yuzaga olib chiqish uchun, insightlarni kuchini yuzaga olib chiqish uchun esa ayol tarafdan unga motivatsiya, qo'llab-quvvatlash, yonida turish, unga ishonish kerak. Yordam berish emas. Moliyaviy yordam berildimi, o'sha erkak potensiali ichidagi kuchli tarafini ishlatishga ehtiyoj ham bo'lmaydi. Shuning uchun stress va bunaqa og'riqli vaziyatda unga dalda bo'ling, yonida turing, moralni, psixologik yonida turing va buni o'zi erkakka kifoya. Stress unga ancha foydali ham. Va davlat bor, pul olib turish mumkin bo'lgan do'stlari bor, qarindosh urug'i bor. Nega endi siz bo'lishingiz kerak? Nega siz bo'lishingiz kerak, tushunyapsizmi? Erkak yo'lini topadi, ishoning. Dalshi.
Ayol kishini yana bir bora oxirida aytaman, erkakka berishi kerak bo'lgan, tabiatan berishi kerak bo'lgan omillari va narsalari bular motivatsiya, qo'llab-quvvatlash, energiya, tam to'shak, ha, bu ham unga energiya, motivatsiya bo'ladi, yonida turish va sizni oldingizdaman deyish. Ip Man degan film bor, Bruce Lining ustozi haqida, mana bu Wing Chun urushadigan erkak. Qiyin payti, o'sha Xitoyni Yaponiya kelib mustamlaka qilmoqchi, bosim qilgan payti, o'sha davrlarda guruchga zor bo'lishadi. O'sha Ip Man urushib kelib guruch olib keladigan bo'ladi. Ip Manning ayoli har doim yonida turadi. Men sizni oldingizdaman. G'amda ham, tashvishda ham, ya'ni u yordam berishga harakat ham qilmaydi. Va o'sha Ip Man oxir-oqibatda, tam koshona uylar, spesialni o'zini maktablarini ochadi Wing Chun sporti bo'yicha va tarixda u haqiqatan ham izvestniy, mashhur trenerga aylanadi. Так что ayol kishini erkakka moralniy energiya tarafdan yordam berishi, qo'llab-quvvatlashi, shukur qilishi, motivatsiya berishi mumkin va shunaqa qilishi ham kerak. O'lja olib kelish, qaddini ko'tarish va pul tarafdan, moliyaviy tarafdan o'zini ko'tarish, potensialini ishga solib, erkakni o'zini vazifasi ana o'shanaqa garmonichniy, mana bu ekologik munosabatda erkak o'sadi, erkak rivojlanadi, ayol ham oxirida keyin qadrsizlantirib, pulsiz, tam hafsalasi pur bo'lib qolmaydi. Shuning uchun erkakni qutqarishga, mehrni sotib olishga va unga qarz berishga yoki puldan yordam berishga harakat qilmang. Chetdan turib kuzating, motivatsiya bering, erkakni o'zi qaddini ko'tarsin. Ishoning, erkakni ichida bu sinovlarni bardosh berish uchun ham, bu sinovlarni yechish uchun ham достаточно yetarlicha uni ichida potensial kuch bor. Chunki yaratgan unga o'zini kuchi yetmaydigan muammo hech qachon bermaydi. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Har bitta gapimni ilmimdan, tajribamdan, qalbimdan, vijdonimdan kelib chiqib gapirdim va sizlar baxtli bo'lsangiz, oilangiz mustahkam bo'lsa, eringiz boy badavlat bo'lsa, o'zini kuchi bilan, men faqat bundan baxtli bo'laman. Bundan oldingi videolarimni ham ko'ring, ular ajoyib va bundan keyingilarni o'tkazib yubormaslik uchun klass bosing, obuna bo'lib qo'ying. Bu menga yanada bir boshqa videolarni qilishim uchun motivatsiya bo'ladi. Sizlarga rahmat, o'zingizni asrang.